Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türme Xatirlari Mahbus Ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Oxirgi dars. 2014-yil 11-oyning 20 kuni payshanba edi. Tushdan keyingi diqqatda o'ltirish vaqtida Xay Shaoyangga o'tilayotgan darsimni davomlashtirib U kuni o'tgan tekst yilimi esimda. Temisi biz iblis emas edi. Asli mazmunni jumla aslayolmayman. Albatta. Ammo shularni yozganim g'uva esimda. Biz mahbus. Bu yerdagi hammaylan nuqsonliq inson. Hammaylanning to'g'ri va xato qilgan ishlarimiz bor. İnsaflıq va insafsiz yerlarimiz bor. Bizning qinimizmi qizil. Bizdagi yurakmi muhabbat deb so'qidi. Bizningmi dardga darmon bo'ladigan niyatimizmi bor. Dard ustiga dard qo'shadigan xuyimizmi yo'q emas. Ammo hech birimiz iblis emas. Kamirga bir mahbus holsiz kirsa, holiga yetib yo'lab, o'rin tepib yotqizib qo'ymiz. Kamir qiston bo'lib o'rin topolmasak, aramızdan o'rnini beradiganlar cho'qim chiqadi. Hech birimiz qiynalgan bir insonning faryodiga beparvo yetib olmaymiz. Aramızda yiqilganni yo'lmay, yondab o'tib ketadigan yoki yumulutib o'ynaydiganlarmi bor. Ammo undaqlar bilan do'st bo'ldiganlar, damka o'ynaydiganlar yo'q. Chunki biz yomonni to'solmasaqmi, yantayoq bo'lishni xohlamaymiz. Bu yerda ba'zimiz boy, uyimizdan pul kirib turdi. Aramızda kadir tamoqlar yeb, mahbus tamoqi yeb baqmaganlar bor. Ammo aramızda doim mahbus tamoqlarini yeb, faqatla kadir tamoqi yeb baqmagan birmu mahbus yo'q. Biz o'rtaq bahrilanishning huzurini bilamiz. Nafsimizdan kechib, yenimizdagi mahbusning millati, dini, delosi nima bo'lsa bo'lsin, o'rtaqlashishni yaxshi ko'ramiz. Chunki biz nafsaniyatchi iblis emas. Aramızda qamoqxona kadrlarining tonishlari, do'stlari bor. Ammo bizni ularga chiqib qo'ydiganlarning bu kamirda do'sti yo'q. Bu yerda jamiyatda yaxshi odam bo'lolmag'achqa, bu yerga kirgan odam bor. Ammo bu yerga yomon odam bo'lg'ili kirgan birmu odam yo'q. Chunki biz yaxshilik uchun yaralgan inson, yomonlik uchun yaralgan iblis emas. Bu tekst Xay Shaoyangga yoqmadimi qandoq? O'qigancha qopoqlari churilib ketdi. U xolaga borgan bo'lib, kameraga kaynini qilib tugilib o'tirib tamaka chekdi. Ondan pagahda bir pas uyan buyan mingib bo'lgandan keyin tekstni yodlashga boshladi. Tekstdagi iblis degan halqiliq so'z uningga bakmu tonish edi. Bu so'zning xitoychisini tunganlar iblis deb ishlatadi. Dindar bir tungan jamoatidan bo'lgan Xay Shaoyang bu tekstda mening nima demoqchi bo'lganimni eng yaxshi tushungan edi. Bu uqum uning kallasida bir muncha savol tug'dirib, ikkimizni parangga silvatgan edi. Xay Shaoyang oliy maktabda bir mezgil o'qigan bo'lg'achqa, ozroq inglizcha biladi. Yeshi texi kichik bo'lg'achqa, o'rganishga osonla kirishib ketdi. Dastlabda qisqa, oddiy tekstlarni yozib yodlatdim. Kamirdagi kundalik turmushga oid jumlalarni va buyumlarning ismini o'rgatdim. Ondan kundalik qisqa, oddiy gaplarni xitoycha qilg'izmadim. Natijada 2 oyga yetmay 1,5 bat kelgudak tekstlarni o'qib tushunoladigan saviyaga yetdi. O'gitishda izchil qizg'in, astoydil, rag'batlik bo'lganimdan ta'sirlandimu, gaplarimdan to'g'ri topganlarini qo'llaydigan holga kelgan edi. Shu kuni Xay Shaoyang, "Sening mushu tekstlaringni qara, mangla tekkizib yozsanda, voy xudoyim, men iblis emas, inson. Bo'ldi. Shu Uyg'ur mahbuslarga azor beradigan ishni qilmayman. Asli menmu uncha eski emas-ku", deb chimib ketdi. Uyg'ur mahbuslar emas, har qanday insonni fikri, mijozi, millati, diniy sabablik ani topmag'in, chunki hech birimiz iblis emas, deb qo'shib qo'ydim. Ularmi bu so'zni bir odamning qabihligini ayblash uchun ishlatdi. Tushdan keyin soat 3:30 bo'lgan vaqt edi. Avval turmaga yo'tkalganlarning qatorida Xay Shaoyangning ismi chiqib, uni hayajondan sakirtibatdi. U 4-turmaga yo'tkilibdi. Uning kaynidan
Men bilan Liodavandin billa kelgan Dorday Kalpukning va Sidiqning do'sti Xristian Oshqun Vangning ismi chiqdi. Shaoyang hayajondan ko'zlari parqirab xo'shlashdi. U mangdigan chog'da Gundupaydan so'rab men yezib bergan tekstlar bor daftarni ilib mengavedi. Hajakbarning yo'g'on ko'zlari texmu yo'g'inab ketdi. U daftar Hajakbarningmi darsligi edi. Xay Shaoyang bilgan bo'lsa, daftarni qo'yib ketishi tamamen mumkin edi. Ammo u ikkimizning siri bo'lg'achqa Shaoyangga "Sen u yerda kitob topa olaysan. O'zligidan o'rganishga imtihon o'rlashtirib beradigan turma sana kitob bermay qolmaydi. Buni Hajakbarga berib ket" degili bo'lmadi. Kamirdagi hammaylanda bir xil jiddiylashgandek, ozroq hayajonlangandek va kusur qilishib, taqatsizlangandek kayfiyat shakllandi. Albatta, menmu quchoqlashib xo'shlashgan Shaoyangni uzitib bo'lib bir yerim kamdak bo'lib qoldim. Soat 4ni ko'rsatib turishiga mening ismim chiqdi. Ammo turmaga yo'tkaymiz degan ovoz billa chiqmadi. "Doklad" degancha oldirmay eshikning oldiga keldim. Rujakdan sunilgan kishanni allaqachon ko'ngan bir tarzda pishqan chabdaslik bilan putumga, ishkalni qo'limga apchil silib, yana "Doklad" deb bo'lishiga varqirab, kameraning eshigidan atladim.